Assalomu alaykum birodarlar. Qo'qon shahardagi bozor kelaverasizlar bemalol. Haftani har kuni bo'lyapti, dushanbadan tashqari. Kechqurun soat 1 da boshlanyapti. Kunduzi bemalol nomlot o'qib kelaverasizlar. Narxlari xibilar 55 mingdan, bular 60 mingdan. Baraqli bo'lganligi uchun materiali bir xil, razmerlari bir xil, barag'ida farq bor. Ikkala yoni qisiladi, bularni 55 mingdan ko'rib turibsizlar. Fasonlari juda ham normal fason. 65 mingdan, 60 mingdan bunaqa fasonlarimiz bor. Tepa va yonida barag'i bor. Nisbatan ko'proq material ketganligi uchun ularni 60 ming qilib beramiz. Yo'q, menga hozirgi kunda naturalkalar so'raganlar uchun naturalkalarimizni toshlari qo'l ishi bo'ladi. Narxlarini 110 mingdan qilib beramiz. Pumbaxt so'raganlar uchun pumbaxt bilasizlar. Hozirgi kunda mana ichlari tashqaridan ko'rinadi. Hozirgi kunda kiysa bo'ladi. Narxini 90 ming so'm qilib beramiz. Swarovski tosh, ya'ni yusa kirib to'kilib ketmaydi. Toshi nimada bosirilgan dazmolda. Kimga qiziq bo'lsa, Telegramga o'tirasizlar. Xibir so'raganlar uchun 65 ming qilib beramiz. Xibirlarimizni uzun ko'ylak bo'ladi. Sharipi bilan bo'lsa 75 ming bo'ladi. Narigi tarafda rasvetkalari va boshqa toshlari ham bor. Ko'rsatib yuboring narigi toshlarni. Mana tepadagilari. Bularni 110 mingdan. 110 ming so'm. Telegramga o'tib, Telegram gruppamizga o'taverasizlar. Kommentariyada, opisaniyada linkini qoldiramiz. Bularda hammasini rasmini o'sha yerga qo'yib qo'yganmiz. Dastavka O'zbekiston bo'ylab, Qirg'iziston, Tojikiston, boshqa davlatlarga ham qilib beramiz. Har kuni emas, haftada seshanba, payshanba, shanba kunlari chiqarib beramiz. Telegram gruppamizga o'tsalang, hammasini asartiga qilib qo'yib qo'yganmiz. Qaysidan yoqsa, shuni linkini gruppada lichkaga tashlayverasizlar. Gruppamizga yozib olmaydi, lichkaga o'tishlar kerak. Ayollar uchun alohida, erkaklar uchun alohida. Sog' bo'linglar.